Qashqadaryo faxri. Nasaf klubi haqida 3 ta qiziqarli fakt. Birinchi fakt. Nasaf 1986-yildan beri Qarshi futbolining ramzi. Klub O'zbekiston futbolida bir necha bor chempionlik va kubok sovrinlarini qo'lga kiritgan. Eng katta faxrlardan biri esa Nasafning Osiyo miqyosida ham sovrin yutgan kam sonli klublardan biri ekanligi. Bu shuni anglatadiki, Nasaf faqat mahalliy klub emas, Qashqadaryoni xalqaro darajada tanitgan jamoa. Ikkinchi fakt. Jamoa treneri Ro'ziqulberdiyev oddiy murabbiylar qatoriga kirmaydi. U klub ruhini tushunadigan, intizom va xarakterga urg'u beradigan murabbiy. Shu sabab Nasaf maydonda tartibli va kurashuvchan jamoa sifatida tanilgan. Uchinchi fakt. Nasaf muxlislari. O'zbekistonda futbolni yaxshi ko'radigan hududlar ko'p, lekin Nasafni yutqazganda ham qo'llab-quvvatlaydigan muxlislar ko'pchilik fikricha aynan Qashqadaryoda. Bu yerda futbolga mehr, natija uchun emas, klub uchun. Sizningcha O'zbekistonda Nasaf muxlislari kabi futbolni yurakdan sevadigan boshqa hudud bormi? Qashqadaryo haqida shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun Bugun media sahifasiga obuna bo'ling.